Okey, birga olamiz. Va hey yo, hamma salomlashlar, sizlar bilan Kanroji do'stlar. Bugun men hamma kutgan White Team serverini ko'rsataman. Unda olmiz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Kimga e'tibor bermaysizlar, buguncha shunaqa bo'lib qoldi. Okey, biz serverga kirishimiz bilan mana shu yozuv ko'zimiz tushadi. Bu yerda katta harflarda, ya'ni White Team yozuvi yozilgan. Bu serverning kirish qismida mavjud. Keyin esa biz serverga kirishimiz bilan mana bunday top balanslar degan joyga qarasak, bu o'yinchilarning qancha pul miqdori borligi, ya'ni balanslarni ko'rsatadi. Keyin esa o'yinchilar o'ldirgan, qancha o'yinchi o'ldirganligini ko'rsatib turadigan qator ham mavjud. Va biz bu yerdan bu yoqqa boradigan bo'lsak, biz bu yerda ranglarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni pulga sotiladigan ranglar. Bu yerda silver, golden va platinum barchasi hamyonbop narxlarda. Va biz to'g'riga qarab yuradigan bo'lsak, o'yinchilar, biz PvP zonada bo'lamiz. PvP zonadan kirishimizdan oldin biz o'zimizga kit, ya'ni kit olamiz. Ya'ni urushga bizga beriladigan aslahalarni. Xo'sh, PvP zona ko'rib turganingizdek, biz PvP zonaga tushadigan bo'lsak, PvP zona juda ham katta. Ya'ni o'yinchilar bu yerda bemalol boshqa o'yinchilar bilan PvP qila oladi. Xo'sh, shunday ekan o'yinchilar, men qo'limdan kelguncha o'sha serverni ko'rsatishga harakat qildim va keyingi videolarda men serverni to'liqroq, ya'ni yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilaman. Ko'rishguncha xayr, sizlar bilan Kanroji bo'ldi.